Hozir BMW E34 hadovoyini qo'yamiz, orqa qismini salim bloklar richakda o'li bo'lgan. Bu orqa richak bu. Gap lekin salim blok o'lgani haqida emas, salim blokka to'g'ri qo'yish направленияsi. Chunki internetda rosa qidirdik. Bunaqa to'liq ma'lumot yo'q. Lekin izlanib qidirib oxiri topdikki, chunki bu yerda hozir bu o'li bo'lganda, bu yoqqa ham ko'rasizlar chiqib ketyapti. Yeng salim blokka bitta tarafi uzunroq bo'ladi. Shu uzun tarafi reduktorga qarab qo'yiladi. Agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsa, to'g'rilab ketinglar. Kommentariyda yozaveringlar. Bu mana shunday qo'yilar ekan, reduktorga qarab направленияsi. Mana ikkita ichida kesilgan joyi bor. Shu kesilgan joyi chap taraf soat 2 ga, o'ng taraf soat 10 ga qo'yilar ekan. Xullas mana shunaqa положениеda bor. Bu yerda metkalari bor. Ikkita joyida. Shu mana shunaqasiga qo'yilar ekan. Bu yog'i ham, bu yog'i ham. Tekst qo'ysa bo'ldi ekanda. Xullas mana shu ariqlari ichkari tarafga qarab turar ekan.